Assalomu alaykum, hurmatli podkastimiz tinglovchilari. Bugun 14-sonimiz Big Picture podkastida bugundan boshlab biz aqliy modellar haqida gaplashamiz. Xo'p, shu paytgacha asosan fikrlashdagi nuqsonlar, fikrlashimizda bizni qarorlarimizga ta'sir qiladigan har xil sindromlar haqida gaplashdik. Bugundan boshlab aqliy modellar haqida gaplashamiz. Orasida bir ikkita aqliy modellarni ham o'rgatib o'tdim. Ikkinchi darajali fikrlash yoki xavfsizlik chegarasiga o'xshagan. Yana birontasi esimga tushib qolsa aytaman. Xo'p, bugungi birinchi aqliy modelimiz demak First Principles Thinking. Ya'ni bu birinchi tamoyillar asosida fikrlash degani o'zbekchasiga. Xo'p, buni qanaqaligini sekin tushuntiraman, qarang. Muammoyimiz bor. Muammoyimizni asosida nima yotganligini tushunish, demak bu muammoyimizni asoslari asosida tushunish birinchi tamoyillar asosida fikrlash bo'ladi. Birinchi tamoyillar asosida o'sha muammoga yondashish bo'ladi. Juda bir chiroyli yechim beramiz, qarang, misol beramiz. Batareyalar birinchi chiqqan paytda 1 kilovatli batareyalar $600 bo'lgan ekan. Juda qimmat 1 kilovatli batareyalar uchun. Xo'p, nima qilish kerak esa? Xo'p, qanaqa qilib arzonlashtirish mumkin? Shu muammo. Bu muammoga yetib borishimiz uchun batareyani nima batareya qiladi? Qaysi moddalar kerak? Qaysi temir yoki qaysi elementlar kerak bizga? Shu narsani sanab chiqishimiz kerak, shu narsani topishimiz kerak. Xo'p, nima element ketadi? Kobalt ketadi, nikel ketadi, alyuminium, keyin yana karbon bor, yana bir nechta moddalar bor. Xo'p, ularning hammasini bir zavoddan oladigan bo'lsak, agar ishlab chiqaradigan zavoddan oladigan bo'lsak, bitta batareykaning narxi $80 ga tan narxi. Tan narxi emas, hali mahsulotining narxi $80 ga chiqar ekan. Uni endi usta yasaydi, o'z-o'zidan injener yasaydigan bo'lsa, unga yana ish haqi qo'shiladi. Taxminan bir $200 bo'lishi mumkin yoki $100, $150 bo'lishi mumkin. Xo'p. Lekin batareya narxi $600 ga chiqib ketmaydi ish haqi bilan. Arzonlashtirishimiz mumkin-da shu yo'l bilan. Ya'ni asosida nima yotganligini aniqlab olsak, yechimni boshqacharoq berishimiz mumkin. Hamma qilayotgan yechimdan boshqacharoq yechim berishimiz mumkin. Ya'ni an'anaviy uslubdan ko'ra yangiroq, innovatsionroq yechim berishimiz mumkin. O'quvchilarimiz keladida, har kuni speaking qilaman deydi. Ya'ni gapirish bilan shug'ullanaman deydi ingliz tilida o'qituvchi biza. Lekin gapirishim oshmayapti deb keladi. Har kun gapirganingiz bilan oshib qolmaydi. Xo'p, qanaqa bilamiz? Qanaqa gapirish oshirish mumkin? Xo'p, tegida nima yotibdi gapirishni? Xo'p, gapirish bu ichingizda bor narsani chiqarib berish. Ichingizda bu narsa bo'lsa, yaxshi narsa chiqadi-da. Ichingizda hech nima bo'lmagandan keyin o'z-o'zidan qanaqa qilib yaxshi narsani chiqarib berasiz? Mana shu narsa birinchi tamoyil asosida fikrlash, shu muammoga birinchi tamoyil asosida yechim berish bo'ladi. Xo'p, demak, biz o'zimizga kiruvchi informatsiyani ko'paytirishimiz, har xil nutqlarni eshitishimiz, har xil nutqlarni o'qishimiz, yozilgan formatda bizni gapirishimizni yaxshilash mumkin. Ko'proq model javoblarini eshitishimiz kerak. Misol uchun savol bor, o'sha savolga model answerlar beriladi. Ya'ni model javoblar beriladi. Namunaviy javoblar bo'ladi o'zbekchasiga. Shularni o'qish orqali biz gapirishimizni oshirishimiz mumkin. Shunchaki gapiraverganingiz bilan oshib qolmaydi. Yoki do'kon ochdingiz, tasavvur qiling. Do'kon ochdingizda sotuv kam. Endi bir kun undoq, bir kun bundoqda desangiz ham bo'ladi. Bir yaxshi sotuv qilib turdingiz, keyin tushib ketib qoldi. Endi bunga qanaqa qilib yechim beramiz? O'zi nimaga kamaydi bu sotuv? Xo'p, yo narxingiz baland yoki yana nima bo'lishi mumkin? Aytaylik, sizni sotuvchingiz muomalasi yaxshi emas yoki birinchi marta kelgan klientlar qaytib kelmayapti. Mana shu muammo deylik. Birinchi marta kelib ko'rgan mijozlar qaytib kelmayapti sizga. Muammoni tagida yo narxingiz turibdi yoki mijozingizga qilayotgan muomala turibdi. Unisini to'g'rilasangiz ham, bunisini to'g'rilasangiz ham yaxshilanmadi. Xo'p. Demak, boshqacharoq muammo bor bu yerda. Yana nima muammo bor? Hamma muammoni bir chetdan ildizigacha yetib borishimiz kerak. Reklamamiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ekranim do'konimizning tashqi ko'rinishi yaxshi bo'lmasligi mumkin. O'ziga tortmaydigan qanaqadir bir ko'rimsiz joyda bo'lishi mumkin yoki umuman boshqa joyda ochib qo'ygan bo'lishimiz mumkin do'konimiz. Balki bilib bo'lmaydi. Bu narsani ildizigacha yetib borish bizga muammoni yaxshiroq hal qilish. O'zi ko'proq shunchaki o'ylaymiz shu narsani. Ildizigacha yetib borish haqida shunchaki o'ylaymiz, lekin buni har doim ham qila olmaymiz. Hamma muammoyimiz bilan shunaqa yondashsak, balki boshqacharoq yechim bergan bo'lardik. Innovatsionroq, hammanikiga o'xshamaganroq yechim berardik. Balki o'zimizga o'sha qulayroq bo'lar. Yoshligimizdan o'zlashtirma gapni o'rganishga qiynalganman men o'zim ingliz tilida. O'zlashtirma gap nima degani? O'zlashtirma gap kimnidir aynan berilgan gapini boshqa odamga o'zingizniki qilib yetkazib berishda. Shu mavzuni yoshligimda juda tushunishga qiynalganman.
Chunki leksiya stilida o'tilardi darslar. Qanaqa bo'ladi u leksiya stilida desa? O'qituvchi ma'ruza qiladi, o'quvchi oxirida savol berishi mumkin. Bo'ldi. Eshitib o'tiradi, oxirida savol berishi mumkin. Endi qanaqa qilib shuni tushunish mumkin desa, qancha o'quvchi ko'p qatnashsa, qancha o'quvchi aktiv darsda qatnashsa, yaxshiroq tushunadi. Xo'p, men buni o'quvchiga savol berib tushuntirib ko'rdim o'quvchilarimga. Qani mana bu so'z qanaqa bo'ladi? Men bu gapdan keyin qaysi formulasini berdim, formulasi. Qani mana bu so'zdan keyin men buni qaysi so'zni qo'shim kerak? Men doskada turibman, baribir o'qituvchi sifatida. Shuni ham yaxshi tushuntira olmadim-da ba'zi bir o'quvchilarga edi. Oxiri nima qildim? Oxiri o'sha o'quvchim qaysi biri tushunmagan bo'lsa, o'shani doskaga chiqardim. Mana sizga formula. Mana sizga gap. Mana sizga o'zingizga variant. Shuni o'zingiz o'zlashtirma gapga aylantiring. Qayerdan bo'lamiz? Gap tayyor berdim, formulani berdim, o'ziga yo'nalish ko'rdim. O'zi o'ylasin. Men aralashmayman. O'zi o'ylasin, o'zi fikrlab ko'rsin. Formulasini berdim. Tushunmagan joyda savolni menga bersin. U tushunsin. Ya'ni u qiynalsin. U ozgina qiynalsa, ya'ni qiyinchilik, misol uchun qiyinchilik ko'rinishida emas. Bu darsda aktiv qatnashish ko'rinishida yaxshiroq tushunyapti. Demak, muammoim tushunmasligida o'quvchi qancha aktiv qatnashsa, shuncha yaxshi tushunar ekan. Xo'p. Demak, aktiv qatnashganda ham yaxshi tushuntira olmadim. Demak, o'quvchi darsni o'tsin. Uni ham yaxshiroq tushunadi. Unda aniq yaxshi tushunadi, chunki undan aktiv o'quvchi bo'lmaydi sinfda. Eng aktiv o'quvchi dars o'tgan o'quvchi bo'ladi. Demak, ildiziga yetib borish muammoni yaxshiroq hal qilishga yordam berar ekan. Xo'p. Videoyim yaxshi prosmotr bo'lmayapti. Yuzda ham ko'rilmayapti deylikda, misol uchun. Agar men shuni muammo deb qabul qiladigan bo'lsam, nima qilish kerakligini ildizigacha yetib borishim kerak. Xo'p, birinchi yaxshi kamerada olishim kerak, yaxshi kontent qilishim kerak, ustiga yaxshi rasm qo'yishim kerak. Ko'rgan odam o'ziga tortilishi kerak. Shu video chiroyli ko'rinyapti menga deb kirib ko'rish kerak. Yana yaxshi mikrofon olishim kerak. Odamlar ko'radigan paytda qo'yishim kerak videoni. Aynan soat 8 dan 9 gacha odamlar bekorchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda qo'yishim kerak. Komment yozishga undashim kerak. Qanaqadir ochiq savol qoldirishim kerak o'quvchilarga, video ko'rayotgan odamlarga qiziqroq bo'lish uchun, ularni aktivroq yozdirish uchun, komment yozdirish uchun yoki share qilish uchun, ulashish uchun, shunaqa ishlar qildirishim mumkin. Ya'ni ildizida nima yotibdi? Ildizida shunga o'xshagan 5 ta 6 ta komponentlar yotibdi. Shunga o'xshagan 5 ta 6 ta tamoyillar yotibdi. Shularni har bittasini to'g'rilab chiqishim meni o'sha muammoimni hal qilishi mumkin. Shunchaki muammoni ildizida nima yotganini aniqlashimiz muammoga innovatsionroq yechim berishimizga yordam beradi. Xo'p. Keyin tartib bilan qilishimiz kerak bu narsani. Tartib bilan degani nima degani? Maktabga boramiz. Maktabga borganimizda birinchi qiladigan ishimiz qo'shish ayirishni o'rganish emasda. Birinchi raqamlarni o'rganamiz yoki birinchi harflarni o'rganamiz, keyin raqamlar, keyin undan keyin ularning ustida qo'shish ayirish amallari yoki shunga o'xshagan narsa tartib bilan ketadi. Bir chetdan ketadi. Oxirdan boshlamaymiz. Yoki zalga bordik, shunchaki tosh ko'tarib ketmaysiz. Zalga borganingizdan avval yugurasiz, avval ozgina qizib olasiz, tanangizni qizdirib, sekin kichkina toshlardan boshlaysiz. Balki oldin cho'zilish uchun mashq ko'rasiz. Tanangizni hamma qismi qizigandan keyin toshga o'tasiz. Unda ham 100 kilolik tosh ko'tarmaysiz birinchi. Ungacha 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo, 20 kilo shunaqa ko'tarilib keyin borasiz. Birdaniga oxirdan kelmaysiz. Muammoni hal qilish uchun, demak, bir chetdan harakat qilishimiz biz uchun foydaliroq bo'lishi mumkin. Balki biz oxirdan harakat qilayotgandirmiz. Ya'ni birinchi first principle thinking degani, demak, muammoni ildizida nima yotibdi? Shu narsani aniqlash va unga chiroyli yechim berish. U ba'zan boshqacharoq yechim bo'lishi mumkin, innovatsionroq yechim bo'lishi mumkin, ba'zan u an'anaviy yechim bilan bir xil bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha an'anaviy yechim bilan bir xil bo'lmaydi. Avvalroq yechilgan, ya'ni demak, hozir aytganimizdek, birinchi yuqorida aytganimizdek, $600 batareya qilingan bo'lsa, demak, hamma batareya $600 tushadi degani emas. Balki arzonroq qilish mumkindir buni. Men first principle ga arziydigan bitta podkast misolni ko'rsatib beraman, qarang. Misolni, mana shu podkastni olishim kerak. Podkast olish qiyin. Nimaga qiyin deyapman? Chunki unga material yig'ish qiyin. Xo'p. 3 ta narsaga ataylab bo'lib olganman. Nimaga ataylab bo'lib olganman? Chunki gapiradigan narsamni bir chetdan yozib chiqishim menga oson qiladi. Xo'p. Birinchi bitta yaxshi ideya olaman. Yaxshi ideyam atrofida 10 ta 15 ta misol qilaman. O'sha 10 ta 15 ta misolimni har xil sohadan qilaman. Ularni bitta ideya asosida bog'layman. Ana undan keyin keyingi ideyamga o'taman. Shunaqa ideyadan 3 tasini qilaman. Podkastimga demak, skript tayyor.
Mani nutqim tayyor bo'ladi. Xo'p, nutqimni yoza olmayman. Nutqimda nimalar gapirishimni yozib olaman. Nimalar gapirishim esimdan chiqib qolmasligi kerak. Ya'ni brainstorming deyiladi ingliz tilida. Shuni yozib olaman. Detalni yozib chiqaman. Qaysidan keyin nimadan keyin nimani gapirishim kerakligini. Shu menga podkastni oson qilib beradigan narsa. Shu muammoyimni oson qilib beradigan narsa. Qanaqa qilib bu narsani o'zimizga olsak bo'ladi? Bu muammo haqida aniq nimani bilaman degan narsani bilishimiz kerak. Yoki nimani taxminan bilaman, shu narsani bilishimiz kerak. Butunlay sohani bilmasam qanaqa harakat qilgan bo'lardim? Aytaylik, bodybuildingni boshlamoqchisiz. Umuman sohani bilmasangiz nima qilardingiz? Bodybuildingga kirishdan oldin, demak, qanaqa ovqatlanish, qachon shug'ullanish, haftasiga necha marta shug'ullanish, hammasini bir chetdan o'rganib chiqib, keyin zalga borasiz. Birdan zalga borib shug'ullanib ketib, keyin o'rganmaysiz. Avval o'rganib, keyin qilasiz. Shunaqa, ildizida nima yotganligini bilib, keyin ish boshlaymiz. Yaxshi ish yo'q deymiz, misol uchun. Ko'pchilik aytadi, yaxshi ish yo'qmi deydi. Xo'p, yaxshi ish yo'q, bor. Yaxshi ishlar bor. Xo'p, yaxshi ishlar yaxshi kadrlarni talab qiladi. Xo'p, yaxshi kadrda qanaqa ko'nikmalar bo'lishi kerak? Xo'p, gaplashishni bilish kerak, odamlar bilan munosabatni o'rnata olish kerak, jamoada ishlashni bilish kerak. Xo'p, o'zining sohasida professional bo'lish kerak yoki yana boshqa soft skilllarimiz bor, yumshoq ko'nikmalar deyiladi o'zbek tilida. Shularni bilib, keyin yaxshi ish qidirsak bizga osonroq bo'ladi. Yoki yaxshi kompaniyalar qanaqa bo'ladi? Yaxshi kompaniyalar qanaqa bo'lishini bir chetdan shunda bo'lib olib, xo'jayin mamlaqa bo'lishi kerak, xodimlar mamlaqa bo'lishi kerak, oylik vaqtida to'lanishi kerak. Yana bir narsa qismlarga bo'lib olib, ularni bir chetdan muammoni hal qilishimiz mumkin. Muammo asosida nima yotganini o'ylashimiz shunchaki bizani muammoni oson yechishimizga yordam beradigan o'ylash uslubi ekan. Xo'p, keyingi o'rganishimiz bu kerak bo'lgan narsa thought experiment deyiladi. Fikriy tajriba degani bu, xuddiki bu aqliy simulятordek gap. Bu nima degani? Bu hayotda sinab ko'rish qiyin bo'lgan, qimmat bo'lgan yoki xavfli bo'lgan, ba'zan imkonsiz bo'lgan vaziyatlarda tafakkur qilish orqali, miyamizda o'ylab ko'rish orqali o'sha vaziyatni modellashtirish. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun, bir ish qilmoqchisizda, aytaylik, yaxshi ish, yaxshi pul keladi u ish orqasidan, lekin siz yoqtirmaysiz u ishni. Xo'p, shu ishni qilib ko'rib keyin qaror qilishingiz, o'sha ishni qilish kerakmi, qilish kerak emasmi, sizga qimmatga tushadi. Siz vaqtingiz yo'qda o'sha narsa uchun. O'ylab ko'rasiz. Xo'p, shu ishni qildim. Xo'p, shu aytayotgan pulimni topdim. Xo'p, shu aytgan pulimni topdim. Hamma ehtiyojlarim qondirildi. Hamma mashinamni ham oldim, uyimni ham oldim, bolamga uy ham soldim. Kerakli hamma sayohatlarimni qildim. Hamma narsam joy-joyiga tushdi. Endichi yana shu ishni davom etamanmi? Xo'p, 5 yilda shu ishga aytaylik shu darajaga chiqdim. Ya'ni shu ishda davomiy bo'lamanmi desa, endi bu yog'i mantiq yoki ma'no masalasida o'sha ishda siz ma'no topayotgan bo'lsangiz, davomiy bo'lasiz. O'sha ishda siz mantiq ko'rayotgan bo'lsangiz, davomiy bo'lasiz. Faqat pul uchun kirgan bo'lsangiz-chi, unda siz katta ehtimol bilan bu ishni tashlab qo'yasiz, chunki pulga bo'lgan ehtiyojingiz to'yib bo'ldi sizda. Yoki boshqacharoq ish bo'lishi mumkin. Tajribani endi laboratoriyada qilmaysiz, miyada o'tkazib ko'riladigan tajribalar haqida muzokara qilamiz. Misol uchun, yoshligimizda biznes boshlamoqchi bo'lgan paytimizda bu podkastda Adam ham ko'radi. Kommentariyada tasdiqlash ham mumkin bu narsani. Rosa tayyorlanganman biznes boshlashdan oldin. O'zimni qilmoqchi bo'lgan ideyamni bir 3 kunmi, 4 kunmi rosa o'ylaganman. Adam qanaqa javob berishi mumkinligi haqida juda qattiq o'ylaganman. Xo'p, Adamdan pul so'rashim kerak bo'lgan. Adam investor bo'lgan menga. Har qanaqa holatga men o'zimni tayyorgarlik ko'rib, keyin muzokaraga Adam bilan kirganman. Keyin Adamga aytganman, shunaqa biz biznes boshlamoqchimiz o'rtog'imiz bilan. Mamlaqa ish qilmoqchimiz, mamlaqa holat bo'lsa mamlaqa bo'ladi, mamlaqa holat bo'lsa mamlaqa bo'ladi. Hammasiga javoblarimni topganman. Ana keyin Adam menga investitsiya kiritgan. Rahmat Ada, o'sha paytda siz yordam bergansiz. O'sha paytda balki rahmat ayta olmaganman. Xo'p, yana bir boshqa misol keltiraman. Qarang, bizning hududimiz, bizning O'zbekiston qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan oldindan. Xo'p, bitta muammoni ko'rganman, yoshligimdan katta bo'lib shu muammoni ko'rib katta bo'lganman. Bizning hududda asosan piyoz ekiladi-da. Qaysidir hududlarimizda piyoz ekiladi. Xo'p, har yili juda ko'pchilik odamlar piyoz ekadi-da. Bir yili lekin juda dahshat qimmat pul bo'ldi-da. Piyozlar juda qimmat bo'ldi, bir yaxshigina o'zini turishi kerak bo'lgan summasidan 3-4 barobar qimmat bo'ladi-da. Keyingi yilga hamma yana piyoz ekadi. Chunki o'tgan yili qimmat bo'ldi, o'ylaydi. Keyingi yil ham qimmat bo'ladi deb o'ylaydim. Bilmayman, men shu narsani o'ylab ko'rmaydim odamlar yo dehqonlar. Shu narsaga hayron bo'lardim. Har yili
qachon piyoz qimmat bo'ladigan bo'lsa, 3-4 yilda bir marta qimmat bo'ladi. Keyingi yilga juda arzon bo'ladi. Nimaga desa, hamma piyoz ekadi. Biz o'ylab ko'rishimiz kerak shunchaki, hamma shu ishni qilsa nima bo'ladi deb. Shunchaki o'ylab ko'rsak, bunga yechim topib qo'yishimiz mumkin. Kelajakda qilishimiz mumkin bo'lgan xatolarimizga javob topib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, Instagram ko'ryapsiz. 5 yil shu Instagram ko'rsangiz, 5 yil tinimsiz har kuni 2 soat, 3 soatdan qisqa kontent ko'rib o'tdingiz. 5 yildan keyin nima bo'ladi? O'ylab ko'ring shu narsani. Katta ehtimol kitob o'qiy olmaysiz. 10 mingdan oshiq diqqat qila olmaydigan bo'lib qolasiz. Umuman hamma yangilik bilasiz, hamma trendlar bilasiz, lekin sizdan bir tayinli gap chiqmaydi. Katta ehtimol shunaqa odam bo'lib qolasiz 5 yildan keyin. Kitob o'qimasangiz. Yoki 10 yil sport bilan shug'ullandimda, aytaylik men bir sport bilan professional shug'ullanishga harakat qilib ko'rganmiz. Xo'p, 10 yil shug'ullansam nima bo'ladi? Xo'p, bu sport olimpiadaga kiritilmagan. U sportdan eng zo'r chiqishim mumkin bo'lgan joy jahon chempionati. Jahon chempionatida o'rin olsam ham, men u sportdan pul topa olmayman. Shunchaki chempion bo'lib pul topa olmayman. Nima qilish kerak? Yo trenerlik qilish kerak, yoki u sohadan ketish kerak. Trenerlik qilib ko'rdim. U sohada unaqa dahshat pul topa olmayman. O'z-o'zidan bu sohadan chiqishga to'g'ri keldi. Bu paytda buni o'ylab ko'rmaganman, lekin uydagilar maslahati bilan katta ehtimol boshqa yechimga kelganmiz, demak. Trenerlikdan ko'ra boshqa sohaga o'tib qo'ya qolganim ma'qul ko'rganman o'sha paytda. Yoki biznesingiz borda tasavvur qiling. O'rtacha biznes, endi oilaviy biznes. Boyaga aytgandek, kichkina mahallada do'koningiz bor. Endi mahallangizga supermarket keldi. Mayli mahallangizga emas, mahallangiz boshiga. Bitta supermarket keldi. U arzon, sizdan mahsulotlar arzonroq, sizdan ko'ra mahsulotlar ko'proq va filiallari ham o'z-o'zidan ko'proq. Nima qilasiz shu holatda? Shu holatga o'zingizni tayyorlashingiz, miyangizda shu narsani o'ylab ko'rib, qanaqa qilib raqobat bardoshroq bo'lishga harakat qilib ko'rishingiz, o'sha narsalarni oldindan fikrlab ko'rishingiz, miyangizda eksperiment o'tkazib ko'rishingiz, sizni o'sha odam kelib qolsa, o'sha havasmi korzinkaga o'xshagan bir supermarketga kelib qolsa, tayyorroq bo'lasiz, raqobat bardoshroq bo'ladi sizning o'sha do'koningiz. Yoki bizning mahallada bir taksi xizmati bor. Mahalliy, endi biz viloyatda turaman. Mahalliy taksi xizmati bor. Nomini aytmayman. Shu taksi xizmati faqat bizda borda, faqat bizning tumanda borda. Agar Yandex kirib kelsa-chi, O'zbekistondagi bir ancha-muncha shaharlarni egallab qo'ygan Yandex kirib kelsa-chi, katta ehtimol ko'pchilik Yandexga o'tib ketib qoladi. Balki o'ylayotgandir ularning xo'jayini, lekin shu narsani o'ylab ko'rish kerak. Agar shu podkast ko'rayotgan bo'lsanglar, mabodo o'ylab ko'ringlar bu narsani. Boshqa gigant bizneslar kirib kelsa, nima qilasizlar? Tayyormisizlar ular kirib kelishiga? Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Xo'p. Bir o'rtoqlarimiz, tanishlarimiz biznes qildi. Qo'y boqib ko'rishdi ular. Boshida balki o'ylab ko'rishgandir, balki o'ylab ko'rishmagandir bu narsani. Har xil, endi katta biznes emas, unaqa ko'p pul ketishmadi. 100 milliondan ko'p pul ketmadi uni menimcha. Qo'y boqib ko'rishdi xullas. Endi ular o'ylamagan qo'y o'lib qolish mumkinligi, qo'y kasal bo'lib qolish mumkinligi haqida menimcha unaqa juda bosh qotirib o'ylashmagan. Orada nima bo'ldi? Orada ikkita qo'y o'lib qoldi. Ular bu holatga tayyor emas edi. Nima qilish haqida ozgina o'ylashib qolishdi. Boshida o'ylasa, eng yaxshi holatda nima bo'ladi, eng yomon holatda nima bo'ladi, shularni o'ylab ko'rsa, tayyorroq bo'ladi-da bu biznesga. To'g'ri, bu biznesni boshlanmasligiga ham sabab bo'lib qolishi mumkin bu narsa. Lekin biznes boshlagan paytda o'ylasa bo'ladi-ku, misol uchun boshladik, xo'p, bu holat bo'lsa nima qilamiz? Bu holat bo'lsa nima qilamiz? Imkon qadar yozish kerak bu narsani. O'sha yozganda aniqroq bo'ladi. Yoki o'zimizda ham biznes boshlayotgan paytimizda qanaqa qilib ajralishimiz haqida o'ylamaganmiz. Umuman o'ylamaganmiz. Ajralishimiz haqida o'zimizdan ajralishga kelganda muammolar paydo bo'lish boshlagan. Bu yaqinda Shavkat Hasanning gapini eshitdik, ma'ruzasidan. Oila qurayotganda erkak va ayol bir-biriga savol berish kerakligi haqida aytibdi. Bu kishi oila bo'yicha ekspert. U odamni ilmiga umuman shubha qilmayman. Xo'p, u odam aytibdi. Xo'p, sizga nima qilsam sizni ayol kishi aytish kerak ekan yoki so'rash kerak ekan yoki erkak kishi aytish kerak ekan? Nimaga chidamaysiz? Qanaqa muomala bo'lsa yoki qanaqa holat bo'lsa oilamiz buzilib ketishi mumkin? Shu narsani ayting, deb aytibdi. Chegaralarni belgilab olish. Eng yomon case bilan eng yaxshi holatni belgilab olish, shunchaki ularni
o'sha holatga tushganda nima qilish, o'sha holatga tushishdan ozod qiladi. O'sha holatga tushishdan saqlaydi ularni. Misol uchun, xo'p, demak, oilada mana aytgan, mendan so'rab ko'chaga chiqadigan bo'lsang, bo'ldi, sen bilan ajrashaman deydigan gap bo'lishi mumkin. Misol uchun bo'lmaydi. Yoki ota-onamga yaxshi muomala qilmasang yoki ota-onam aytganini qilmasang, sen bilan yashamaymiz deydigan bo'lsa, ota-onasiga hurmat qilish kerakligini ayol kishi o'z-o'zidan tushunadi. Xuddi shunaqa. Biz badalini yashab ko'rib, boshimizdan o'tkazib ko'rib to'laganimizdan ko'ra, miyamizda eksperiment qilib ko'rib, oldindan qilishimiz mumkin bo'lgan xatolarga yechim berishimiz, demak, o'sha fikriy tajriba modelida aks etgan ekan. Qaror narxi arzonroq bo'ladi, chunki miyada bo'ladi, u hayotda yashab ko'rmaysiz. Intuitsiyangizni tekshirib ko'rasiz, o'ylagan narsangiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Intuitsiyangizni tekshirishingizga ham zo'r yordam beradi. Buni yozsangizgina yordam beradi. Bo'lmasa sizdan chiqib ketib qoladi nima deb o'ylaganligingiz. Murakkab tizimlarni soddalashtirishga yordam beradi. O'ylab ko'rganingizda siz o'sha tizimning ichida yashab ko'rasiz. Oxirigacha borib ko'rishingiz sizni o'sha tizimni yana ham yaxshiroq tushunishingizga yordam beradi. Xo'p, uchinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsaga o'tamiz. Probabilistic thinking deyiladi. Xo'p, nima bu desa, ehtimollar asosida fikrlash. Juda ko'p qarorlarimiz 100% natija bermaydi. Xo'p, lekin to'g'ri qarorlar ehtimolni oshiradi. Ya'ni natija berish ehtimolini oshiradi. Xo'p. Endi piknik qilmoqchisiz, tasavvur qiling. Ob-havo ma'lumotlari aytayapti, 30% yomg'ir yog'adi deb aytayapti ertaga. Endi bu yog'adi ham degani emas, yog'maydi ham degani emas. Bu 30% ehtimoli bor degan. Endi bu ikkala tomonni ham ko'rdingiz. Yog'ish ehtimoli ham bor, yog'masligi ehtimoli ham bor. 70% yog'maydi, 30% yog'adi. Xo'p, endi sizni eng yaxshi qaroringiz nima bo'ladi desa, shunga o'xshagan bir modelni o'rgandik yaqinda. Xavfsizlik chegarasi degan modelni o'rgandik. Xavfsizlik chegarasini yaratib qo'yishingiz bu holatda sizga yordam beradi. Ya'ni aqlli odam xullas ikkala modelni ishlatadi bitta paytda. Ya'ni ehtimollar asosida fikrlash bilan o'sha xavfsizlik chegarasini bitta joyda ishlata oladi aqlli odam. Aqlli odam bo'lishimiz uchun o'rganyapmiz o'z bu narsani. O'shanaqa holatlarda biz to'g'riroq qaror qilishimiz uchun. Yog'maydi desa ham, yog'adi desa ham biz to'g'ri qaror qilgan bo'lishimiz kerak o'sha paytda. Xo'p, nima qilamiz? Chodir olishimiz mumkin piknikka. Chodirlar bo'ladi-ku. Yoki mashinamizda chiqishimiz mumkin. Yoqsa ham yutqizmaymiz, yoqmasa ham yutqizmaymiz. O'z-o'zidan. Yoki savolda mana, zalga chiqsa odam sog'lom bo'ladimi desa, aniq emas, 100% holatda sog'lom bo'lmaysiz. Undan boshqa naqlar ham bor, nima deydi? Faktorlar ham bor. Uyqu tartibi bor yoki dieta bor. Xo'p, zalga bormasa demak kasal bo'ladimi desa, u ham aniq emas. Lekin zalga bormaslik sizni kasal bo'lish ehtimolini oshiradi. Yoki dieta qilmaslik sizni semirish ehtimolini oshiradi. Yoki dieta qildingiz degani 100% ozib qolasiz degani ham emas. Uxlamasangiz, uyqungiz tayinli bo'lmasa, misol uchun. Yoki uyqungiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, foiz o'zgaradi. Bu 100% hech qaysi qarorimiz bizga 100% lik natija bermaydi. Qanchadir foiz beradi. To'g'ri qarorlarimiz qaysilarligini aniqlashga yordam beradi. Bu ehtimollarni o'rganish. Xo'p, ishimni almashtirishim mumkin. Menga ishim yoqmadi deylik. Xo'p, yaxshi ish topishim ehtimoli 40%, umuman ish topolmasligim ehtimoli 30%. Shu o'zim ishimga o'xshagan darajadagi ish topish 20%. Xo'p, nima qilaman desa, yo ishimni o'zgartiraman, qo'shimcha zaxira plan qilib olaman, yo'l-yo'lakay, yoki o'zgartirmayman. Bu ehtimollar menga to'g'riroq qaror qilishimga yordam beradi. Boyagi narsa, margin of safety dedik. Aytaylik, daryodan o'tyapsiz-da. Xo'p, o'zi bittagina xoda bor. O'sha xodaning ustidan yurib o'tishingiz kerak yoki bir turbaning ustidan yurib o'tishingiz kerak. Kanallarning ustida turbalar bo'ladi-ku, misol uchun. Shu turbaning ustidan yurib o'tishingiz kerak. Xo'p, u yerdan yiqilib ketishingiz ehtimoli 10%, yurib o'tib ketishingiz ehtimoli 90%. Ustingizga life jacket deyiladi ingliz tilida, sariq cho'kmaydigan jaketni kiyib olib keyin yurib ketishingiz sizni o'sha xavfsizlik chegaraingiz bo'ladi. Ehtimolni bildingiz, xo'p, xavfsizlik chegarasini o'zingizga yaratib oldingiz, yiqilib ketsangiz ham cho'kib ketmaysiz o'z-o'zidan. Chunki u sizni suzishingizga yordam beradi. Sal qo'lingizni harakat qilib tursangiz suzib ketasiz. Ikkalasini ham ishlatasiz. Ya'ni aqlli odamlardan bittasi bo'lasiz, hozir aytganimizdek. Xo'p, biznes qilmoqchisiz, aytaylik, analogi yo'q biznes. Analogi yo'q degani nima degani? Alternativi yo'q biznes qilishingiz mumkin, misol uchun. Hech qayerda yo'q. Uni gullab yashnab ketish ehtimoli juda past bo'ladi. 10% dan ham balki kam bo'lar.
Rostdan odamlar og'rig'i bo'lsa yuqoriroq bo'ladi. Lekin odamlarda o'sha narsaga ehtiyoj pastroq bo'lsa-chi, odamlar o'sha narsaga ehtiyoji borligini bilmasa-chi, biznesni gullab yashnab ketish ehtimoli past bo'ladi. Chunki uni alternativi yo'q. Endi alternativi bitta bo'lsa ham bor bizneslar o'xshab ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Nimaga? 30-60% bo'lar ekan shu narsa statistik ma'lumotlarga ko'ra. Qayerdan bilamiz buni? Chunki birinchidan odamlar bundan oldin avval shunaqa biznes ko'rgan. Shunaqa biznesdan foydalanyapti. Odamlarda shunaqa narsaga ehtiyoj bor. O'z-o'zidan bu foiz oshiradi. Bu biznes shunchaki avvalgi biznes qilgan xatolarni qilmasligi ortidan yaxshiroq darajaga chiqib olishi mumkin. Yoki bolani tarbiya qilish o'zi yetarlimi deb 100% tarbiya qilishingiz o'zi yetarlimi yaxshi tarbiya olishida? Yo'q. 100% yetarli emas. Bolani shunchaki tarbiya qilishingiz, har kuni yarim soatdan 1 soatdan vaqt ajratsangiz yetarli emas. Nega? Bolani muhiti ham bor. Muhiti kerak bo'lsa sizni tarbiyangizdan ancha yuqoriroq o'rinda turadi. Yaxshi muhitda bo'lmasa, u siz yaxshi bergan tarbiyangiz ham foyda bermaydi. 50% 30% holatda foyda berishi mumkin, balki undan ko'proq foyda berishi mumkin. Shaxsiyat bor. Yaxshi muhit bo'lsa ham, yaxshi tarbiya bersangiz ham shaxsiyatni qabul qilmaydigan bolalar bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan ularga ham ta'sir qila olmaysiz. 70-80% bilan sizni tarbiyangiz o'xshashi mumkin, yaxshi muhitda o'xshashi mumkin, lekin baribir shaxsiyatiga ta'sir qila olmasligingiz mumkin. Ehtimolini oshiradi, to'g'ri, lekin 100% garantiya bermaydi. Tinmasdan shug'ullanasizda, misol uchun. Odamlar aytadi, trenerlar aytadi, tinmasdan shug'ullansang yutasan deydi. Yo'q, yutmaysiz. Tinmasdan shug'ullansangiz umuman yutmaysiz. Dam olish kerak. Dam olishga misol uchun vaqt ajratish kerak, uxlashga vaqt ajratish kerak, tiklanishga vaqt ajratish kerak. Bundan tashqari genetika ham ta'sir qiladi siz yutish yutmasligingizga. Balki siz genetikangizda shug'ullanishdan ko'ra, sportdan ko'ra boshqa narsa ga qobiliyatingiz yaxshiroqdir siz misol uchun, aqliy narsalarga qobiliyatingiz yaxshiroqdir balki. Buni ham bilish kerak. 100% shug'ullanish o'zi yetarli emas. Bizga variantlar ichidan nima bizga yoqadigan ssenariy ehtimolini ko'paytirsa, shunga e'tibor berishni o'rganamiz buni orqasida. Ya'ni variantlarimiz bor. Bizga yoqadigan ssenariy ehtimolini nima ko'paytiradi? Aytaylik, menga yoqadigan ssenariy biznesim gullab yashnab ketishimi? Xo'p, nima qilsam biznesim gullab yashnab ketadi? Yaxshiroq biznes qilishim kerak. Analigi bor biznes qilishim kerak. Xo'p, o'sha biznesda ekspert bo'lib turib, keyin biznes qilishim kerak. Yana nima? Xo'p, o'zim bilgan sohamda biznes qilishim kerak. Bunaqa narsalarni bilib olish bizani o'sha ishlarimizni o'xshash ehtimolini oshiradi. Chunki yaxshiroq qaror qilasiz o'z-o'zidan. Reallik shunaqa narsada, qarang. Natija mavhum bo'ladi. Sabablar ko'p. Omad ham, vaqt ham rol o'ynaydi. Miyaga nima kerak? Miyaga oddiyroq hikoyalar kerak, oddiyroq narsalar kerak, aniqroq narsalar kerak. Yo yutamiz, yo yutqizamiz degan narsa kerak bo'ladi. Bu narsani shunchaki miyaga berib qo'ya olmaysiz-da. Miyaga ehtimollar orqali bera olasiz. Miya shunda to'g'riroq qaror qabul qiladi. Miyaga soddalashtirib berasiz, shunda to'g'riroq qaror qabul qiladi. Xo'p, bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shu edi. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Rahmat hammaga tomosha qilganlarga. Komment yozib qoldiringlar o'rgangan narsalar haqida, o'rganmoqchi bo'lgan narsalar haqida yoki tushunmagan narsalar haqida yozib qoldiringlar iltimos. Xo'p, bu bizani videomizni ko'proq odamga foydali bo'lishiga yordam beradi. E'tiboringlar uchun rahmat, charchamanglar.